Mazali nonushta yoki tamaddi qilish uchun kolbasa va go'shtli delikateslar eng yaxshi tanlovdir. Har bir xaridor avvalambor mahsulotning sifati va narxiga e'tibor bergani uchun o'ziga savol beradi. Bu mahsulot qayerda, nimadan va qay tarzda tayyorlangan? 30 yildan ziyod vaqt mobaynida O'zbekiston bozorida yirik korxonalar qatoridan o'rin olgan Rozmetov zavodiga xush kelibsiz. Rozmetov oilaviy korxona bo'lib, uning asosiy qadriyatlari va shiori oilamizdan oilangizga. Rozmetov korxonasini asosini otamiz Rozmetov zavodin 1989-yilda asos solgan va shu kunda biz o'g'illari, men va ukam ularning sohasini davom ettirmoqdamiz, mehnatlarini. Birinchi ishlab chiqarilgan bu go'sht mahsulot kolbasa mahsuloti bu asl Farhod. Hozirgi kunda ham u kolbasa xalq tanlovi bo'lib kelmoqda va xalq muhabbatini egallagan. Rozmetov korxonasi ishlash prinsipi 4 prinsipga asoslangan. Bu halollik, yuqori sifat, innovatsiya va xodimlarga e'tibor. Va albatta Rozmetov korxonasi bu oilamizdan oilangizga shiorida ishlab keladi har doim. Shunday qilib, butun jarayon aynan mana shu yam-yashil o'tlarga boy yaylovdan boshlanadi. Xususiy fermada yem-xashakning sifatiga, hayvonlarning sog'lom yetilishiga alohida e'tibor beriladi. Mutaxassislarimiz har kuni fermadagi chorvaning sog'lom bo'lishidan, parvarishidan xabardor bo'lib turishadi. Mollarni so'yish veterinar sanitar normalar, an'analar, shariat talablaridan kelib chiqib amalga oshiriladi va go'sht mahsulotlari halol bo'lishiga alohida e'tibor beriladi. So'yilgan molni taqsimlab bo'linganidan so'ng go'shtni sifatini nazorat qilib, muzxonaga joylanadi. Keyin go'shtlarni manzilga olib borish uchun maxsus transportga joylab, qulflanib, plombalanadi. Barcha xodimlar ish boshlashdan oldin har tomonlama majburiy dezinfeksiya qilinadi. Sanitar normalarga itoat etish Rozmetov mahsulotining muhim kriteriyasidir. Go'shtning tozaligi va sifatini saqlab qolish uchun go'sht mahsulotlarini transportirovka qilish qisqa muddatlarda amalga oshiriladi. Mutaxassis barcha ma'lumotlar va boshqa ko'rsatkichlarni diqqat bilan tekshirib chiqadi. Barcha hujjatlar talablarga javob berganidan so'ng go'shtlarni qabul qilishga ruxsat beriladi. Go'shtni tayyorlash va to'g'ri taqsimlash muhim ahamiyatga ega. Taqsimlash sexida mutaxassislar mohirlik bilan go'shtni suyakdan, turli ortiqcha qismlardan ajratib, lahm qismini navlarga bo'lib, ishlab chiqarishning keyingi bosqichiga yuboriladi. Keyingi bosqichda katta go'sht parchalash uskunasiga tushgan go'sht kerakli o'lchovlarda maydalanadi. So'ngra maydalangan go'sht zanglamas metalldan iborat, xalq tilida aytganda chiburashka deb nomlanadigan aravachalarga joylashtiriladi. Retseptlash bo'limi ishlab chiqarishda alohida muhim o'ringa ega. 1989-yildan boshlab kompaniya texnologlari faqat tabiiy ingrediyentlar, innovatsion texnologiyalar va eksklyuziv retseptlardan foydalangan holda haqiqiy sifatli mahsulotlar tayyorlab kelishmoqda. Maydalangan go'sht va ziravorlar kater, ya'ni o'tkir pichoqlardan iborat maxsus qozonda aralashtiriladi. Shu yerning o'zida xomashyo retseptga xos yetarli darajada tuzlanadi. Turli tabiiy maxsus ingrediyentlar bilan talab darajasiga keltiriladi. Bu jarayonlar natijasida go'sht mahsuloti lazzatli, mazali va nafis tus oladi. Agar e'tiborsizlikka yo'l qo'yilsa, qozondagi go'sht ortiqcha qizib ketadi. Bu esa mahsulot sifatining pasayishiga, hatto bakteriyalar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkindir. Bunday istalmagan natijani oldini olish, kerakli temperaturani ushlab turish uchun qozonga maxsus ekologik toza muz parchalari solinadi. Go'sht mahsuloti kerakli holatga keltirilgandan keyin uni maxsus aravachalar, chiburashkalarda keyingi bosqich jarayoniga olib kelinadi. Barcha uskunalar esa tozalanib, yuviladi, dezinfeksiya qilinadi.
Tayyor qiymani shpritslovchi bo'limda aralashtirilgan holda maxsus qobiqlarga joylashtiriladi. Qobiqlarga to'ldirilgan kolbasalar maxsus iplar bilan bog'lanadi. Siqilgan holda bog'langan mahsulot keyingi bosqichda maxsus ilgichlarga osiladi va bir-birlariga tegmagan holda 2-4 soat tindiriladi. Qobiqlash turlicha o'lchamlarda bo'lishi mumkin. Ko'p hollarda tayyorlanadigan mahsulotning diametri uning naviga qarab belgilanadi. Masalan, baton kolbasalar kattaroq qobiqqa joylashtirilsa, sosiska navi esa kichikroq o'lchamdagi qobiqlarga joylashtiriladi. Har bir tayyor mahsulot o'z pasportiga ega bo'lib, navi, tayyorlangan muddati, qaysi smenada ishlab chiqarilgani va boshqa ma'lumotlar ko'rsatiladi. Kolbasa mahsulotlarining yakuniy bosqichi termik qayta ishlash hisoblanadi. Bu jarayon quyidagilardan iborat: mahsulotni tindirish, qovurish, qaynatish, dudlash, sovutish va quritish. Keyingi bosqichda sosiska va kolbasalarni qisman pishirish uchun termokameralarga joylashtiriladi. Mahsulotni pishirish va tabiiy dudlash Germaniya texnologiyasida amalga oshiriladi. Tayyor bo'lgan kolbasalarni talab qilinadigan shaklini saqlab qolish uchun sovuq suvda sovitiladi. Yarim dudlangan kolbasalar o'z holida sovitiladi. Men Rozmet ishchisi, men ismim Jahongir. Shu yerda 5 yildan beri ishlab kelyapman. Hamma sharoitlari yaxshi, mahsulotlarimiz hammasi halol. O'zimiz iste'mol qilamiz va sizlarga ham taklif qilamiz. Tayyor bo'lgan mahsulotlar muzxonalarga joylashtirilib, tindiriladi. Mahsulotlarni tayyorlanishda barcha jarayonlar laboratoriya mutaxassislari tomonidan sifatiga e'tibor berilgan holda doimo nazorat qilinadi. Korxonamizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni nazorat qilish uchun o'zining laboratoriyasi tashkil etilgan. Hozirgi kundagi zamonaviy uskunalar bilan yetarli darajada jihozlangan. Bu yerda har kungi ishlab chiqarilayotgan mahsulotlardan go'sht 97-92 bo'yicha o'zimizni laborantlarimiz ishtirokida namunalar keltiriladi. Namunalar ikkita ekzemplyarda keltiriladi nusxada. Biri arbitrajni ko'rib turgan xolodilnigingizga joylashtiriladi, biri esa o'zimizda tekshirish uchun stolga qo'yiladi. Laboratoriyamizda asosan bu yerda organoleptik hamda fizika kimyoviy tekshiruvlar o'tkazamiz. Bundan tashqari bu yerda laboratoriyamizda degustatsiya jarayonida ishtirok etish uchun maxsus guruh tashkil etilgan. Chuqurlashtirilgan tartibda o'rganiladi. Tekshiruv jarayoni so'ngida esa 5 balli tizim asosida baholab boriladi. Bu yerda bo'ladigan kamchiliklar texnologlar konsulingiga bartaraf qilish uchun yoki chora-tadbirlar ishlab chiqish uchun yuboriladi. Zamonaviy uskunalar, sifatli xomashyo, yuksak malakali professional xodimlar, har tomonlama hisobga olingan aniq va to'g'ri retseptura, ishlab chiqarishga mas'uliyatli yondashuv, bularning barchasi Rozmetov mahsulotlarining siridir. Agar bu jarayonni sir deb bo'lsa, chunki o'zlaringiz guvoh bo'lganingiz kabi, bizni ishlab chiqarishimiz, barcha harakatlarimiz shaffoflikka asoslangan. Nihoyat kolbasalarimiz tayyor. Faqat ularni qadoqlab, maxsus qutilarga joylashtirib, savdo do'konlariga yetkazish qoldi xolos. Ishlab chiqarish qanchalik rivojlanmasin, Rozmetov go'sht mahsulotlariga talab har doim barqaror va barcha kolbasalarimiz xaridorlar tomonidan qisqa muddatda sotib olinmoqda. Va nihoyat eng muhim lahzalar. Hurmatli va qadrli xaridorlarning do'konga kelib, Rozmetov go'sht mahsulotlarini xarid qilishlaridir. Rastalardagi turli go'sht mahsulotlari, kolbasalarning assortimentlari ko'zlarni qamashtiradi. Lekin har bir mahsulotni yuqori sifatli, lazzatli, nafis bo'lishi asosida Rozmetov kompaniyasi xodimlarining o'z ishlariga professionallarcha yondashuvi, xaridorlarga bo'lgan hurmat va ehtiromi yotadi. Biz 1989-yildan buyon Rozmetov mahsulotlarini oliy sifatini kafolat qilib kelamiz.